Shunday zamonda yashayapmizki, insonlar bir-birini, ya'ni hattoki o'zlarini ham qabul qila olmay qolishgan. Bularga asosiy sabab hayoti davomida ularni qiynayotgan tashvishlar, kamsitishlar, mensimasliklar, kamchiliklar. Bunday insonlarga beradigan yagona maslahatim, o'zingizni boringizcha o'zingiz qabul qiling. Atrofdagilar qabul qilish shart emas. Ularni fikri, ularni kamsitishi, ularni haqoratlashi, nuqsoningizni yuzingizga aytishi shunchaki o'tkinchi. Ha do'stim, biz shunday beshafqat dunyoda yashayapmiz. Insonlarning nuqsonlarini yuzlariga aytishadi, ustilaridan kulishadi, kamsitishadi, mensitmaydi. Lekin do'stim, yaxshi o'ylab ko'ring, tafakkur qiling. Siz bunday yaratilishni o'zingiz tanladingizmi? Yo'q, bu sizning qo'lingizda emas edi. Sizni Alloh shunday yaratdi. Har bir insonning bir nuqsoni va bir ziynati bo'ladi. Alloh sizni shunday yaratdi. Ustingizdan kulayotganlarga kelsak, ular sizni emas, o'zlari bilmagan holatda Alloh avvalambor ularni kechirsin. Sizni yaratgan Robbimning ustidan kulyaptilar. Sizning naqoshingiz Alloh taolo. Aytib o'tganimdek, bunday hissiyotlar menda ham o'tgan. O'zimni qabul qila olmagan kunlarim bo'lgan, kamsitilishlar ko'p bo'lgan. Xususan, yaqin kunlarda ham turmush qurish masalasida yoshimiz kattayib, turmush yoshiga yetarkanmiz, o'zimizga pok va halol juft qidirib yuraveramiz. Bunday hollarda katta hayotni ko'rgan, oila ko'rgan insonlardan maslahat so'raymiz. Men ham shunday qildim. Izlandim, o'rgandim, so'radim, bildim. Yaqin kunlarda bir yaqin opamdan so'ragandim. Bunday faxshga botgan zamonda, yosh qizlarimiz hijobni o'rab, faxsh ishlar qilayotgan zamonda, sigaretlar chekayotgan ayanchli zamonda, erkaklarimiz esa soqolni qo'yib, zino qilayotgan zamonda pok umr yo'ldoshni qayerdan topaman dedim. Bilasizmi nima deb javob berdi opam? O'zing pok bo'l, mukammallik izlama. Ha, mukammallik qidirish kerak emas ekan, chunki o'zimiz ham mukammal emasmiz-ku. Hammani duolarda yashayotgan bir malikasi va shahzodasi bo'ladi. O'g'il bolalar ham, qizlar ham turlicha tasavvurlarda o'zini jufti halollarini so'rab duo qiladilar. Tabiiy holki, insonlar shunday yaratilgan. Ziynatlarga oshiqdir. Bo'ylari uzun, kelishgan, chiroyli, dindor jufti halol bo'lsa, kim ham yo'q demaydi deysiz. Lekin Alloh taolo hammani har xil yaratgan. Hammaga bir nuqson bergan, hammaga bir ziynat bergan. Avvalambor diniga qarash kerak deyilgan. Taqvosiga qarash kerak deyilgan. O'zingizni qanchalik pok saqlasangiz, amin bo'ldimki, o'zingizga ham shunday o'zini saqlaganlar kelar ekan. Inshaalloh bizga ham shundaylar keladi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Hali o'zim tanib ulgurmagan marvaratim. Umr yo'ldoshim. Ahvollaring yaxshimi? Yana yozyapman, yana bezovta qilyapman. Inshaalloh o'zing jufti halolim bo'lib kelgan vaqting bularni senga eshittiraman. Balki hozir ham eshitib turgandirsan. Bu taqdir albatta. Gapni indallosa, men seni baxtli qilish uchun avvalambor o'zimni izladim. O'zimni topdim, o'zimni qabul qildim. Seni duolaringdagi shahzodang qanday, men bilmayman. Lekin men seni shunday tasavvur qilamanki, ko'rinishing eng oxirgi o'rinda turadi. Ha, tashqi ko'rinishing men uchun eng oxirgi o'rinda turadi. Ishon. Seni kitoblarga oshiqliging yoqadi. Namozlarda qoyimliging yoqadi. Duolaringda meni so'rashing yoqadi. Ko'rinishing esa hech gap emas. Alloh senga shunday ziynat berganki, shunday ne'mat berganki, sen meni yonimga kelsang bas, men seni borincha qabul qilaman. Va shuni ham iltimos qilamanki, meni ham borimcha qabul qil gulim. To'g'ri, ba'zilarga o'xshab kelishgan masturman, bo'ylarim uzun mastur yoki bir necha kamchilik. Ammo shu kamchiliklarni yuvib ketadigan
boshqa narsalar bo'lsa-chi gulim. Seni baxtli qiladigan qalbim bo'lsa, seni baxtli qiladigan ko'nglim bo'lsa, ikkimizga ham yetadigan sevgim bo'lsa. Sen siqilgan payting, yig'lagan payting, yelkalarim seniki bo'lsa, boshingni qo'yib, hech kimga aytolmagan dardlaringni tortinmay aytsang, shu baxt emasmi gulim? Ha, mana shu aynan shu baxt bo'ladi. Shunday baxtni men senga tilayman. Va bunday baxt ikkimiz bir-birimiz bilan uchrashmaguncha bo'lishi amri mahol. Inson o'zini baxtli qilmaguncha o'zgani baxtli qila olmas ekan. Marvaridam, bahoram, men sen uchun o'zimni shunday qabul qildimki, o'zimni shunday sevdimki, asta so'raman. Ha, aynan sen uchun. Yaxshiyamki borsan gulim, hali kelmasingdan hayotga umid beryapsan. Hayotimda juda ham ko'p g'am tashvishli kunlarim bo'lgan. Erkak kishimiz g'ururimiz yo'l qo'ymaydi-da, hech kimga ayta olmaymiz, lekin qiynalgan kunlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Xususan menda ham tabiiy hol bu. Lekin seni o'ylagan vaqtim, seni kelishingni o'ylagan vaqtim va seni baxtli qilishni, sen uchun kurashishni o'ylagan vaqtim, bularni bari o'tkinchiligi yodimga tushadi va o'tib ketadi hammasi. Marvaridam, aytganimdek, duolaringdagi go'zal odam emasdirman. Yuqorida aytganlarim balki menda yo'qdir, lekin ko'nglim bor, sof muhabbatim bor, omonatni saqlashlik hissiyotlarim bor. Marvaridam, qiynalgan chog'laringda, hayot tashvishlari qiynagan chog'larda yelkalarim seniki bo'lsin, ko'nglim seniki bo'lsin. Eng og'ir damlaringda yoningda bo'lishni istayman. Yig'lagan kunlaringda marvariddek, munchoqdek ko'z yoshlaringdan artib, yanoqlaringdan o'pib qo'yishni xohlayman. Seni baxtli ko'rishni xohlayman. Seni baxtli qilishni xohlayman. Umrbod bu dunyoda ham, jannatda ham birga yashashni istayman. Gulim, seni ko'rmay, tanimay, bilmay shunchalar sevaman. Nega bunday gaplarni aytayotganimni bilasanmi? Bu o'zimni maqtash emas, vallohi o'zimni maqtash emas. Shunchaki senga ko'nglimni ochgim keldi. Seni qanday inson kutayotganini bilishingni istagim keldi. Marvaridam, intizorlik bilan kutyapman. Qiynalyapman, charchayapman, ezilyapman, atrofimdagilarni turlicha munosabatlarini ko'rib, nomahramlar bilan qo'shtirnoq ichida sevishib yurganlarini ko'rib, ba'zida shayton top sen ham deydi. Lekin sen uchun o'zimni asrayapman gulim, sen uchun. Inshaalloh kelganingdan keyin ulardan-da mukammal, ulardan-da ziyoda sevishga va'da beraman. Sen uchun portlay deb turgan muhabbatimni asrab turibman Marvaridam. Sen ham o'zingni asra. Allohimga omonatsan gulim. Robbim seni o'z panohida asrasin. Iffatingdan ayirmasin, iymoningdan ayirmasin. Seni ko'rmay sevuvchi oshig'ing.